2018-yili sentyabr oyidan beri 15-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritmoqdaman. Tashkilotim 150 o'ringa ega bo'lib, hozirgi kunda qamrovni ko'targan holda 9 ta guruhda 270 nafar bolalar tarbiyalanmoqdalar. 1-iyun oyidan boshlab bog'chamizda yozgi sog'lomlashtirish davri boshlandi. Ushbu davrda bog'chamizda juda katta yozgi sog'lomlashtirish, chiniqtirish, bolalarni yozgi sog'lomlashtirishda xavfsizligini ta'minlashda juda katta ishlar faoliyat olib borilmoqda. Ayni damlarda mana shu yozgi sog'lomlashtirishda tarbiyachilar, pedagoglar hamkorligida bolalarni suv havzasida chiniqtirishda, yassi ayoli bolalarni to'g'ri yurishda, ularni ravon gaplashda tashkilotimizda pedagog, logopedlar, psixologlar faoliyat yuritmoqdalar. Ertalabki qabuldan boshlaganimizda bolalarimizni qabul qilishda hamshiramiz Mirzayeva O'g'iloy bolalarni istimasini, ularning sog'ligini bilgan holda tekshirib, nazorat qilib bog'chamizga qabul qiladi. Qabul qilgandan keyin tarbiyachilar chiqib guruhlarni qabul qilishadi. Unda ular har xil holatda opasi bilan biri muhabbat orqali, biri qo'l beradi, bir-biri bilan quchoqlashib, salomlashib guruhga kirishadi. Ertalabki badan tarbiya, jismoniy tarbiya yo'riqchisimiz Gulshodaxon To'rayeva badan tarbiya mashg'ulotlaridan boshlaydi. Bog'chamizda musiqa rahbarimiz Qo'chqorov Akmaljon bolalarda to'garaklar tashkil etilgan, bolalar bilan musiqiy yo'nalishda to'garaklar qabul qilib, bizdan chiqib ketgan bolalarimiz, maktabga ketgan bolalarimizni chaqirib, ulardagi o'tgan faoliyatlarda o'rgatilgan tadbirlarni mana kichik tayyorlov gruppalariimizdagi bolalarga to'garak sifatida yozgi sog'lomlashtirishda tadbirlar qo'yib uyushtiryapmiz. Undan so'ng mana hozir bolalarimizga qo'g'irchoq teatrlari tashkil etilgan, tarbiyachilarimiz va tarbiyalanuvchilar o'rtasida qo'g'irchoq teatrlari tashkil etilgan, ular o'zlari faoliyat yuritmoqda. Bolalar ham o'zlari faoliyat yuritib, xalq ertaklari, o'zbek xalq ertaklarini namoyish etishyapti. Tashkilotimizda yozgi sog'lomlashtirishda tabiatni sevish va uni asrash maqsadida bolalar bilan ekologik yo'laklar yaratilgan. Yana ham tabiatga mehrini, muhabbatini uyg'otishda ular bilan birgalikda rayhonlar, gullar birgalikda ekilmoqdamiz. Hamda shu ekilgan tabiatdagi shu rayhon, gullarni tarbiyalanuvchi va xodimlar birgalikda parvarish qilishyapti. Tashkilotimizda logoped To'ychiyeva Umidaxon hamda psixolog Yakubova Dilnozaxonlar o'z faoliyatlarida bolalarni to'g'ri gapirishda, to'g'ri talaffuz qilishda to'garaklar tashkil etilib, hamda bolalarni yassi ayollarni to'g'ri yurishda yalang'oyoq ularga yo'lakchalar yaratilgan toshdan, qalamchalardan qilib bolalarni chiniqtirish uchun, ularni oyoqlarini to'g'irlash uchun shunaqa yo'lakchalarda mashg'ulotlar, to'garaklar o'tib, bolalarni to'g'ri, sog'lom katta bo'lishga katta hissalarni qo'shib kelmoqdalar. Tashkilotimizda outsourcing tarzda ovqatlantirish tashkil etilgan. Yozgi sog'lomlashtirish davrida bolalarimizni sog'lom o'sish uchun ularga turli xil vitaminlik oziq-ovqatlar, salatlar, kompotlar, ertalabki nonushtada kashalar, bo'tqalar berilyapti. Tashkilotimizda nafaqat yozgi sog'lomlashtirish mashg'ulotlaridan tashqari, tashkilotimizda musiqiy to'garaklar, ingliz tili to'garaklari, jismoniy tarbiya to'garaklari, unda gimnastika, futbol, xoreograf qizlarni musiqa yo'nalishida raqslarga tushishga to'garaklarimiz faoliyat olib bormoqdalar. Endi yoz davrida bolalar nimani ko'proq yaxshi ko'radi? Ular faqatgina cho'milishni yaxshi ko'radi. Unga ham biz xavfsizligini ta'minlangan holda chiroyli qilib bolalarga basseynlarda suvlarni vaqti-vaqti bilan almashtirib, ularni chiroyli qilib shu basseynlarda cho'miltirib, ularni yozgi sog'lomlashtirish davrini juda maroqli va qiziqarli o'tkazishga harakat qilyapmiz.